Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir biz Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasidamiz. Opamiz Ichki ishlar boshqarma boshlig'iga ham shu firibgarlik jinoyati bo'yicha murojaat qilgan. O'zidan eshitamiz. Opa, nima holat? Men 2-aprel kuni tuman viloyat ichki ishlariga murojaat qildim. Firibgarlik Viloyat boshqarma boshlig'i nomiga. Viloyat boshqarma boshlig'ining nomiga ariza qildim. Mana 20 kundan oshdi. Hech qanaqa chora ko'rishmadi, hech qanaqa natija yo'q. Kimni telefon qildimi shu ariza? Yo'q, hech kim telefon qilgan yo'q. Xullas arizamni jinoyat alomatlari yo'q deb yopib qo'yapti. Qayerdan bildingiz uni yopganini? Mana qo'limga qog'oz berishdi. Kirdim, berdi. qog'oz berdi. Hech kim siz bilan bog'langan yo'q, hech kim bog'langan yo'q. Arizamni yopib qo'yapti. Jinoyat alomatlari yo'q deydi. Nimaga shuncha katta pul bo'ladi-yu, bermaydi. 3 yildan beri jinoyat alomatlari bo'lmaydi. Mashinani o'tkazib bergansizlar, to'g'rimi? O'z xohishi bilan mashinani o'tkazib berganligi uchun jinoyat alomatlari yo'q deyapti. Xuddi shu tartibda viloyat boshqarma boshlig'i nomiga ham, tuman boshlig'i nomiga ham bergansiz. Berganmiz. Berganmiz. Ular nima dedi? Kimni Ular ham yo'q qilgan yo'q-da, shu arizani javob yo'q bermayapti. Arizani yopib qo'yishyapti. Jinoyat alomatlari yo'q deyapti. Ichki ishlar boshqarma boshlig'idan shu video murojaat orqali nima degan bo'lasiz? Endi haqqoniy chora ko'rsin. Qanday jinoyat alomatlari bo'lmaydi? 3 yildan beri pulimizni ololmaymiz. Qanday jinoyat alomatlari bo'lmaydi? 11 ming dollar dedingizmi? Qancha? 11 ming dollar, 2 ming bergan, 8 mingni qo'ygan. 8 ming dollar qo'ygan. 8 ming dollar. Hurmatli kuzatuvchilar, komment izohlarga fikringizni yozib keting. 8 ming dollarga jinoyat qo'zg'atish kerakmi, kerak emasmi? Firibgarlik alomatlari bor deyilyapti. Opamiz aldov yo'li bilan pullarni olgan, shu kunga qaytarmayapti. Mas'ullardan mas'uliyatli bo'lishligini, qonunda belgilangan tartibda fuqarolar murojaatini o'zlari bilan birgalikda tegishli tartibda ilova qilgan video materiallari, tegishli hujjatlar bilan qabul qilib, tegishli qaror qayta ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lasiz. Rahmat katta.